Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. 2026 yilda pensiyalar indeksatsiyasi, ilk avgustdan pensiyalar o'shishi haqidagi gaplar va eng muhimi, bu mavzuda tarqalayotgan aldovlarga qanday tushib qolmaslik kerak. Bu ma'lumot pensionerlar, nogironlik pensiyasi oluvchilar, o'quvchisini yo'qotgan oilalar, pensiyaga chiqishga yaqin turgan fuqarolar va ota-onasining pensiyasi bilan shug'ullanayotgan farzandlar uchun bevosita kerak. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda 1 avgustdan hammaning pensiyasi falon so'mga oshadi. 2026 indeksatsiyasi tasdiqlandi. Ariza bermasangiz oshmaydi. Plastik kartangizni tekshirtiring degan turli xabarlar ko'payadi. Men ekspert sifatida sizga bitta narsani aniq aytaman. Pensiya masalasida har bir raqam, har bir foiz, har bir sana faqat rasmiy qaror, farmon yoki tegishli tashkilot e'loni bilan kuchga kiradi. Shu videoni oxirigacha eshiting. Chunki men sizga pensiya oshishi qanday hisoblanishini, kimlarga ta'sir qilishini, kimlar aldanmasligi kerakligini va amalda nima qilish kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'pchilik oilaning byudjetiga bevosita ta'sir qiladi. Avval pensiyalar qanday oshirilganini tushunib olaylik. Odatda pensiya miqdori davlat tomonidan belgilangan tartibda indeksatsiya qilinadi. Indeksatsiya degani pensiyani shunchaki sovg'a sifatida oshirish emas. Bu narx-navo o'sishi, inflyatsiya, ish haqi va ijtimoiy xarajatlar o'zgarishi hisobga olingan holda daromadlarni ma'lum darajada moslashtirish degani. Ya'ni bugun non, dori, kommunal to'lov, transport, oziq-ovqat qimmatlashsa, pensionerning eski pensiyasi o'sha xarajatlarni qoplashga qiynaladi. Indeksatsiyaning asosiy maqsadi pensiya oluvchining xarid qobiliyati juda pasayib ketmasligini ta'minlashdir. Oldin ko'pchilik buni juda sodda tushunadi, pensiya oshdi. Demak, hammaga bir xil qo'shiladi deb o'ylardi. Aslida esa bunday emas. Bir kishining pensiyasi 1000 so'm bo'lsa, ikkinchisiniki 20.700.000 so'm bo'lishi mumkin. Agar oshish foiz asosida qilinsa, qo'shiladigan pul ham har xil bo'ladi. Masalan, foizlik oshirish bo'lsa, 800.000 so'm oladigan odamga 870.000 so'm qo'shiladi. 20.700.000 so'm oladigan odamga esa 170.000 so'm qo'shiladi. Shuning uchun hamma falon so'mdan oladi degan gaplar ko'pincha noto'g'ri yoki yarim haqiqat bo'ladi. Endi avgust masalasiga kelamiz. Har yili yoki ayrim yillarda pensiya, nafaqa va boshqa ijtimoiy to'lovlar ma'lum sanadan boshlab oshirilishi mumkin. Ba'zida bu apreldan, ba'zida iyuldan, ba'zida avgustdan, ba'zida sentabrdan bo'ladi. Lekin sana internetdagi post bilan emas, rasmiy hujjat bilan belgilanadi. Shuning uchun 2026 yil bo'yicha avgustda albatta oshadi degan xabarni ko'rsangiz, birinchi savol shunday bo'lishi kerak. Bu ma'lumot qaysi rasmiy manbaga tayangan? Prezident farmonimi? Hukumat qarorimi? Pensiya jamg'armasi e'lonimi? Moliya yoki iqtisodiyot vazirligi axborotimi? Agar manba yo'q bo'lsa, bu xabarni haqiqat deb qabul qilish xavfli. Hozir pensiya mavzusida asosiy o'zgarish shundaki, odamlar ma'lumotni ko'proq Telegram, YouTube, Facebook yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlardan olyapti. Bu qulay, lekin xavfli tomoni ham bor. Chunki rasmiy e'lon bilan oddiy blogerning taxmini bir xil narsa emas. Kimdir ko'rishlar sonini ko'paytirish uchun pensiyalar portladi. Hamma katta pul oladi. 1 avgustdan yangi tartib deb sarlavha qo'yadi. Tomoshabin esa buni ko'rib, ertasi kuni bankomatga boradi, pensiya kartasini tekshiradi. Pul tushmagan bo'lsa asabiylashadi. Aslida esa hech qanday rasmiy oshirish hali bo'lmagan bo'lishi mumkin. Men har doim shuni aytaman. Pensiya oshish haqida gap ketganda 3 ta narsani ajratish kerak. Birinchisi, rasmiy indeksatsiya. Bu barcha tegishli pensiya va nafaqalar bo'yicha davlat belgilagan oshirish. Ikkinchisi, individual qayta hisoblash. Bu alohida fuqaroning ish staji, hujjati, ish haqi ma'lumotlari, nogironlik guruhi, boquvchisini yo'qotganlik holati yoki boshqa asoslar bo'yicha pensiyasi qayta ko'rib chiqilishi. Uchinchisi, yolg'on yoki tekshirilmagan xabar. Mana shu uchalasini aralashtirib yuborsak, odamlar adashadi. Masalan, bir pensioner 2025 yilda 1.200.000 so'm pensiya olayotgan bo'lsin. Agar 2026 yilda rasmiy ravishda 2% indeksatsiya belgilansa, uning pensiyasiga taxminan 144.000 so'm qo'shiladi va umumiy miqdor 1.344.000 so'm atrofida bo'ladi. Lekin bu faqat misol. Aniq foiz rasmiy hujjatda ko'rsatiladi. Agar boshqa pensioner 2 million so'm olayotgan bo'lsa,
o'sha 12% 2 karta 1000 so'm bo'ladi. Demak, ikkala odamga ham foiz bir xil, lekin qo'shilgan summa har xil. Yana bir misol. Opa-singillarimizdan biri onasining pensiyasi kam deb o'ylaydi. Qo'shnim 1 million 800 ming so'm oladi. Onam 1 million 100 ming so'm oladi. Demak, xato bor deydi. Lekin bu har doim xato degani emas. Pensiya miqdori, ish staji, oldingi ish haqi, to'langan badallar, pensiya turi, imtiyozli davrlar. Hujjatlarning to'liq yoki to'liq emasligiga bog'liq. Qo'shnining 35 yil staji bo'lishi mumkin. Onangizning hujjatda tasdiqlangan staji 2 yil bo'lishi mumkin. Qo'shni yuqori ish haqi olgan davrlarni tasdiqlagan bo'lishi mumkin. Onangizda esa ayrim ma'lumotlar arxidan olinmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun faqat boshqa odam bilan solishtirib xulosa qilish noto'g'ri. Birinchi navbatda pensiya miqdori juda kam deb hisoblayotganlar o'z hujjatlarini tekshirtirishi kerak. Ayniqsa, sobiq ish joylari yopilib ketgan, mehnat daftarchasida yozuvlar noaniq, muhrlar o'qilmaydigan, ish haqi ma'lumotnomasi yo'q, tug'ilgan yil yoki ism familiyada harf xatolari bor odamlar ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki pensiya hisoblashda bitta hujjat yetishmasa miqdor past chiqishi mumkin. Masalan, odam o'tgan yil ishlagan, lekin hujjatda faqat 24 yil tasdiqlangan. Shu 6 yilning ta'sir pensiya miqdori sezilishi mumkin. Ikkinchi guruh pensiyaga chiqishga yaqin turganlar. Agar siz 2026 yilda yoki undan keyin pensiyaga chiqishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, hozirdan hujjatlaringizni tartibga soling. Mehnat daftarchasi, ish haqi ma'lumotlari, harbiy xizmat, tug'ruq ta'tili, bolani parvarishlash davri, o'qish davri, imtiyozli ish sharoitlari bo'yicha hujjatlar bir joyda bo'lishi kerak. Ko'pchilik pensiya yoshiga yetganda yugurib qoladi. Arxivga so'rov yuboriladi. Eski korxona topilmaydi. Ism noto'g'ri yozilgan bo'ladi. Keyin pensiya tayinlanishi cho'ziladi yoki pastroq hisoblanadi. Buni oldindan tekshirish ancha oson. Uchinchi guruh nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Bu yerda ham indeksatsiya bo'lishi mumkin, lekin miqdor pensiya turiga, guruhga belgilangan minimal me'yorlarga va rasmiy tartibga bog'liq. Kimdir mehnat staji asosida nogironlik pensiyasi oladi, kimdir ijtimoiy nafaqa oladi. Bu ikki bir xil emas. Shuning uchun hamma nogironligi bor fuqarolarga bir xil qo'shiladi degan gapga ishonib bo'lmaydi. Har bir to'lov turi alohida ko'riladi. 4-guruh boquvchisini yo'qotgan oilalar. Bu to'lovlarda ham oluvchilar soni, voyaga yetmagan farzandlar, o'qiyotgan farzandlar, marhumning staji va boshqa holatlar ahamiyatli. Masalan, bir oilada bitta farzand bo'lsa boshqa hisob, 3 nafar farzand bo'lsa boshqa hisob bo'lishi mumkin. Indeksatsiya umumiy miqdorga ta'sir qiladi, lekin asosiy hisoblash tartibi baribir alohida holatlarga bog'liq. Kim ortiqcha vahima qilmasligi kerak. Agar siz pensiyangizni muntazam olayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, pensiya to'lovida uzilish bo'lmasa, ijtimoiy tarmoqlardagi har bir xabardan xavotirga tushmang. Pensiya oshirilsa, ko'pincha u avtomatik tarzda qayta hisoblanadi. Ya'ni rasmiy indeksatsiya bo'lsa, har bir pensiyon alohida ariza yozib eshikma-eshik yurish shart bo'lmaydi. Lekin individual xatoni tuzatish yoki yetishmayotgan hujjatni qo'shish masalasida albatta murojaat qilish kerak bo'ladi. Keling, oddiy oilaviy vaziyatlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol. Otaxon 1 million 500 ming so'm pensiya oladi. Agar rasmiy indeksatsiya 10% deb belgilansa, yangi pensiya 1 million 650 ming so'm bo'ladi. Bu yerda oshgan summa 150 ming so'm. Endi shu otaxon doriga oyga o'tilmagan ming so'm. Kommunal to'lovga 2000 ming so'm, oziq-ovqatga 900 ming so'm sarflasa, 1000 ming so'm qo'shimcha yordam beradi. Lekin barcha xarajatlarni to'liq yopib yubormaydi. Shuning uchun indeksatsiya odamni birdan bo'y qilib qo'ymaydi. U narxlar o'sishini yumshatish uchun qilinadi. Ikkinchi misol, ayol kishi 9,5 ming so'm pensiya oladi. Agar 10% oshsa 95 ming so'm qo'shiladi. Ko'pchilik nega menga kam qo'shildi, boshqaga ko'p qo'shildi deb o'ylaydi. Sababi oddiy. Asosiy pensiya miqdori qancha bo'lsa, foiz shundan hisoblanadi. 9 ming so'mning 10% 95 ming, 2 million so'mning 10% 200 ming. Bu adolatsizlik emas, bu foizli hisoblashning matematik natijasi. Lekin ayrim hollarda minimal pensiya yoki minimal nafaqa miqdori alohida ko'tarilsa, past pensiya oluvchilar uchun qo'shimcha ta'sir bo'lishi mumkin. Buni ham faqat rasmiy hujjat belgilaydi. Uchinchi misol. Fuqaro 2026 yil iyul oyida pensiyaga chiqdi. Indeksatsiya esa 1 avgustdan kuchga kirdi deb tasavvur qilaylik.
Bunday holatda u 1 avgustdan boshlab yangi miqdorda olishi mumkin. Lekin agar pensiya tayinlash hujjatlari kechiksa, birinchi to'lov keyinroq tushishi mumkin. Bu pul yo'qoladi degani emas, odatda tegishli davr uchun hisob-kitob qilinadi. Shuning uchun pul tushmadi, demak bermaydi deb darrov vahima qilish shart emas. Lekin pensiya jamg'armasi bo'limidan holatni aniqlashtirish kerak. 4-misol. Pensionerning bank kartasi muddati tugagan. Pensiya oshdi, lekin pul tushmayapti. Odam o'ylaydi, mening pensiyamni to'xtatishdi. Aslida muammo karta muddati bank rekviziti yoki texnik holatda bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda avval bankka murojaat qilinadi. Karta faol yoki faol emasligi tekshiriladi. Keyin pensiya jamg'armasiga boriladi. Ba'zan masala pensiya hisobida emas, to'lov kanali bilan bog'liq bo'ladi. Eng katta xavfli joylardan biri firibgarlar. Ular pensionerlarga qo'ng'iroq qilib, pensiyangiz oshishi uchun karta raqamingizni ayting, SMS kodini ayting. Ariza topshirish uchun oldindan to'lov qiling, sizga kompensatsiya chiqdi deyishi mumkin. Men qat'iy ogohlantiraman. Hech kimga karta paroli, SMS kodi, bank ilovasi kodi. Pasport nusxasi va shaxsiy ma'lumotlarni shubhali havola orqali yubormang. Davlat organi yoki bank xodimi sizdan SMS kod so'ramaydi. Pensiya oshishi uchun begona odamga pul o'tkazilmaydi. Ikkinchi nozik jihat. Ariza bermasangiz oshmaydi degan gap. Umumiy indeksatsiya odatda avtomatik qo'llanadi. Masalan, davlat barcha pensiyalarni ma'lum foizga oshirishga qaror qilsa, pensionerlar alohida ariza bermaydi. Lekin pensiya noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, ish staji qo'shilmagan bo'lsa, yangi hujjat topilgan bo'lsa, familiya yoki tug'ilgan sanada xatolik bo'lsa, bu alohida murojaatni talab qilishi mumkin. Demak, umumiy oshirish bilan shaxsiy qayta hisoblashni aralashtirmaslik kerak. 3-nozik jihat, pensiya miqdoridagi farqni faqat yosh bilan tushuntirib bo'lmaydi. Ikkalamiz ham 65 yoshdamiz, nega pensiyamiz har xil degan savol ko'p beriladi. Chunki pensiya yoshga qarab emas, asosan staj, ish haqi va belgilangan qonuniy mezonlarga qarab hisoblanadi. Bir odamning rasmiy ish staji uzoq, maoshi yuqori, hujjatlari to'liq bo'lsa, uning pensiyasi ko'proq bo'lishi mumkin. Boshqa odam uzoq ishlagan bo'lsa ham, agar ayrim yillar hujjati tasdiqlanmasa, hisobga kirmasligi mumkin. 4-nozik jihat minimal miqdorlar. Ba'zan davlat minimal pensiya yoki nafaqa miqdorini oshiradi. Bu past pensiya oluvchilarga ko'proq seziladi. Masalan, kimningdir pensiyasi minimal darajaga yaqin bo'lsa, minimal miqdor oshganda uning to'lovi ham yuqoriroq chegaraga olib chiqilishi mumkin. Ammo yuqori pensiya oluvchilar uchun bu ta'sir boshqacha bo'ladi. Shuning uchun pensiya 15% oshdi degan umumiy gap o'rtada turli toifadagi fuqarolar uchun turli natija bo'lishi mumkin. 5-nozik jihat qarzdorlik, aliment, ijro hujjatlari. Agar pensionerning pensiyasidan qonuniy ushlab qolishlar bo'lsa, indeksatsiyadan keyin ham qo'lga tegadigan summa kutilganidan kam bo'lishi mumkin. Masalan, pensiya 1,5 ming so'mga oshdi. Lekin ijro hujjati bo'yicha ma'lum qismi ushlab qolinyapti. Odam oshmadi deb o'ylaydi. Aslida yalpi miqdor oshgan. Qo'lga tegadigan qismi esa ushlab qolish sababli kamroq ko'rgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda to'lov varaqasi yoki hisob-kitob ma'lumotini so'rab ko'rish kerak. 6-nozik jihat pensiya oluvchining yashash joyi va ro'yxatdan o'tgan manzili. Ayrim xizmatlar hududiy bo'limlar orqali yuritiladi. Ko'chib ketgan, lekin manzilini o'zgartirmagan odam hujjatlarni chalkashlikka duch kelishi mumkin. Ayniqsa, boshqa viloyatga ko'chgan pensionerlar pensiya ishi qayerda yuritilayotganini aniqlab qo'yishi kerak. Bu har doim ham pensiya miqdoriga ta'sir qilmaydi. Lekin murojaat va hujjat aylanishida muammo tug'dirishi mumkin. Endi eng muhim qism, siz hozir nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, rasmiy manbalarni tekshirish. Pensiya oshishi haqida xabar ko'rsangiz, darhol izohdagi havolaga bosavermang. Avval rasmiy davlat saytlarini, pensiya jamg'armasi axborotlarini, hukumat portallarini yoki ishonchli ommaviy axborot vositalarini tekshiring. Agar xabarda aniq farmon raqami sanaq rasmiy manba bo'lmasa, uni oilangizdagi yoshi katta odamlarga tarqatmang. Chunki bitta noto'g'ri xabar butun mahallada vahima chiqarishi mumkin. Ikkinchi qadam, pensiya hujjatlarini tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv ma'lumotlari, harbiy xizmat hujjatlari, nikoh yoki familiya o'zgargan bo'lsa, tegishli guvohnomalar. Nogironlik bo'yicha hujjatlar, o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar bir papkada tursin. Men ko'p ko'rganman. Odam pensiya kam deb shikoyat qiladi, lekin 10 yil ishlagan korxonasining ma'lumotnomasi yo'q. Hujjat bo'lmasa,
hisobga kiritish qiyinlashadi. 3-qadam o'z pensiyangizning hisob kitobini so'rang. Agar miqdordan shubhangiz bo'lsa, hududingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, pensiya qanday hisoblanganini tushuntirib berishni so'rang. Murojaatda mening pensiyam miqdori qanday staj va qaysi ish haqi ma'lumotlari asosida hisoblanganini yozma yoki og'zaki tushuntirib berishingizni so'rayman deb aytishingiz mumkin. Agar yozma murojaat qilsangiz, javob ham aniqroq bo'ladi. 4-qadam yetishmayotgan stajni qidiring. Agar mehnat daftarchangizda eski korxona yozuvi bor, lekin ma'lumotlar to'liq emas bo'lsa, arxivga so'rov berish kerak. Korxona yopilgan bo'lsa ham, uning hujjatlari davlat arxiviga topshirilgan bo'lishi mumkin. Ba'zan odam korxona yo'q demak bo'ldi deb o'ylaydi. Yo'q, bu har doim ham oxiri emas. Arxivdan ish haqi yoki ishlagan davr haqida ma'lumot topilishi mumkin. 5-qadam, bank kartangizni tekshiring. Pensiya kartangiz muddati tugamaganmi? Karta bloklanmaganmi? Bank ilovasida muammo yo'qmi? Telefon raqamingiz to'g'rimi? Bularni oldindan tekshirib qo'ying. Pensiya oshgan davrda banklarda savol ko'payadi. Agar karta faol bo'lmasa, pul tushishi kechikishi yoki boshqa texnik noqulaylik paydo bo'lishi mumkin. Bankdagi masalani pensiya jamg'armasidagi masala bilan aralashtirmang. 6-qadam firibgarlikdan himoyalaning. Ota-onangizga, buvingizga, bobongizga tushuntiring. Hech kimga SMS kod aytilmaydi. Karta rasmi yuborilmaydi. Plastik karta orqa tomonidagi ma'lumotlar berilmaydi. Begona havolaga kirib anketa to'ldirilmaydi. Agar kimdir pensiyangizni oshirib beraman deb pul so'rasa, bu juda katta shubha belgisi. Rasmiy indeksatsiya uchun vositachi kerak emas. 7-qadam. Pensiyaga yaqinlashayotganlar oldindan maslahat olsin. Pensiya yoshiga yetishga 6 oy yoki 1 yil qolgan bo'lsa, hujjatlarni tekshirtirishni boshlang. Ish stajingiz to'liq ko'rinadimi? Ish haqi ma'lumotlari bormi? Familiya o'zgarishlari hujjatlarda mosmi? Bularni oldindan aniqlang. Pensiyaga chiqqan kuni hammasini boshlash kechikish keltirib chiqarishi mumkin. Oldindan tayyorgarlik ko'rgan odam kamroq asabiylashadi va pensiyasi to'g'riroq hisoblanishga imkon yaratadi. 8-qadam, rasmiy javobni saqlang. Agar siz pensiya bo'yicha murojaat qilsangiz, javobni telefonda rasmga olib qo'ying yoki qog'oz nusxasini saqlang. Keyin yana murojaat qilish kerak bo'lsa, avvalgi javob asos bo'ladi. Og'zaki gap unutiladi, yozma javob esa dalil bo'lib turadi. Ayniqsa staj qo'shish, qayta hisoblash, arxiv ma'lumoti, to'lovdagi kechikish masalalarida yozma iz qoldirish foydali. 2026 yil indeksatsiyasi bo'yicha eng to'g'ri yondashuv shunday: aniq foiz, aniq sana va aniq toifalar rasmiy hujjatda e'lon qilingandan keyin ma'lum bo'ladi. 1 avgustdan oshishi mumkinligi haqida gaplar tarqalsa ham, siz har doim rasmiy tasdiqni kutishingiz kerak. Men bu yerda sizga yolg'on umid bermayman va falon foiz aniq deb aytmayman. Chunki bunday masalada taxminni haqiqat sifatida berish pensionerga nisbatan adolatsizlik bo'ladi. Lekin hisoblash mantig'ini bilib olsangiz, rasmiy foiz chiqqanda o'zingiz taxminiy hisob qila olasiz. Pensiyangiz 1 million so'm bo'lsa, 10% oshirish 100 ming so'm. 1 million 200 ming so'm bo'lsa, 200 ming so'm. 2 million so'm bo'lsa, 200 ming so'm. Agar oshirish 2% bo'lsa, 1 million so'mga 120 ming. 1 million 500 ming so'mga 1 ming. 2 million so'mga 2 dekarda ming qo'shiladi. Shundan keyin soliqlar, ushlab qolishlar, bank yoki ijro masalalari bo'lsa, qo'lga tegadigan summa farq qilishi mumkinligini ham hisobga oling. Eng muhimi, indeksatsiya bilan hayotingizdagi barcha moliyaviy masala hal bo'lib ketadi deb o'ylamang. Pensiya oshsa ham xarajatlarni rejalash kerak. Dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat, qarindoshlarga yordam, to'y yoki boshqa xarajatlar alohida nazorat talab qiladi. Men pensionerlarga doim maslahat beraman. Pensiya tushgan kuni eng zarur xarajatlarni birinchi ajrating. Dorini kechiktirmang. Kommunal qarzdorlikni yig'ib yubormang. Firibgar takliflarga pul sarflamang. Xulosa shuki, 2026 yil pensiya indeksatsiyasi va 1 avgustdan oshish haqidagi har qanday xabarni rasmiy manba bilan tekshirish kerak. Pensiya oshishi odatda foiz yoki belgilangan minimal miqdorlar orqali hisoblanadi. Shuning uchun har bir odamga qo'shiladigan summa bir xil bo'lmasligi mumkin. Kimning hujjatlari to'liq bo'lsa va umumiy indeksatsiya bo'lsa. Ko'p hollarda oshirish avtomatik qo'llanadi. Kimda staj, ish haqi, arxiv karta yokida shaxsiy ma'lumotlarda muammo bo'lsa, o'sha odam alohida tekshirtirishi kerak. Men sizga bugun eng muhim narsani aytdim. Aldovga ishonmang. Aniq raqamni rasmiy hujjatdan kuting.
Hujjatlaringizni oldindan tayyorlang. Kartangizni tekshiring va shubhali qo'ng'iroqlarga javoban shaxsiy ma'lumot bermang. Endi sizdan so'rayman, sizningcha 2026 yilda pensiyalar qancha foizga oshirilishi kerak? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qarindoshlaringiz va pensiya oladigan tanishlaringizga yetkazing.